yillardan ki köprek berip kelish jarayonida bular bilan bo'lgan do'stligimiz nihoyat yaqindan bo'lib kelyapti. Endi bu qatimqi O'rta Osiyo do'stlik san'at kechiligi o'rinlashtirilishi nihoyat yaxshi ahamiyatga ega deb qarayman. Chunki bu O'rta Osiyo do'stlik san'at kechiligi degan bu temaning o'zidan chiqib turdi. Shu biz bilan qo'shni bo'layotgan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston tavalligidagi barliq xalqlar bilan bo'lgan bizningki Xinjiangninki do'stlik rishtasini tutashtirish, bir-biriga bo'lgan tushunishni texmo yaqinlashtirish. Biz shunday tarixiy jihatdan tariximiz va tilimiz bir bo'lgan shunday qarindosh millatlar bilan bo'lgan yaqinligimizni texmo bir qadam ilgirlagan holda xalqqa yana tuntish uchun shunday bir kechilik bo'lyapti. Bu kechilikda shu qozoq xalqininki hozirgi zamondagi yoshlar eng yaxshi ko'rib kelayotgan mayli u yoqda bo'lsin, mayli bu yoqda bo'lsin, qozoq xalqi eng yaxshi ko'rayotgan Qayrat Nurtas yosh naqshlardan buning san'atiga qoyil bo'lmay turmaymiz. Nihoyat yaxshi naqshlarni aytadi. Balkim bizningki Uyg'urlarimizmi o'zini bilmasimi naqshini anglab o'zilanayotganlar bo'lishi mumkin. Undan boshqa yana shu Qozog'iston Jumhuriyatidagi Orda gruppasi deydigan bir guruh bor. Bu guruhda qozoq qirg'izlardan tashkillangan naqshlar bir guruhda 4 naqshchi va buningda ularning san'ati nihoyat kuchli. Demak, qozoqlardan, qirg'izlardan shunday kuchli san'atchilar kelyapti bu yoki. Undan boshqa yana shu 95-yili 2000-yillarning oralig'ida menimcha 2000-yildan 2005-yil bo'lgan oralig'larda Uyg'ur xalqi nihoyat yaxshi ko'rib sevib anglab kelgan naqshlarni Darvish ansamblimi izchillikni saqlab kelayotgan ashaqdiki Uyg'ur xalqininki chanqigan qalbiga usullik berayotgan, yurigiga o't yoqayotgan shunday bir yaxshi ansambl. Bular nihoyat izchil holda o'zining gruppasiningki naqshlarning rangdorligi, temalarning rangdorligi va kuchli san'ati bilan mayli Qozog'iston Jumhuriyatidagi Uyg'ur qozoqlar bo'lsin, mayli bizdagi Uyg'ur qozoqlar bo'lsin, hammamizningki o'rtaq yaxshi ko'rishiga erishib kelayotgan bir yaxshi ansambllardan bo'lib kelyapti. Endi bularningki yaqindan buyon aytayotgan ruscha, qozoqcha, uyg'urcha naqshlari har millat xalqiningki o'rtaq olqishiga erishib, O'rta Osiyo san'atida bir kishilik o'rnini tutib, mukammallashtirib kelayotgan bir ansambl hisoblanadi. Shunga bu qatimqi mana shundaq necha millatdan tarkib topgan bir do'stlik konsert kechligini o'rinlashtirilishi hozirgi shu davrimizda bo'lishi tegishli ish. Mana biz bir-birimiz bilan tushunishayotgan qozoq xalqining naqshini anglaymiz. Qozoq xalqi o'zi bilan qarindosh bo'lgan Uyg'ur xalqining naqshini anglaydi. Bu yaqinqi necha 10 yil ichida bo'lib boqmagan bir ish. Bu menimcha yaxshi boshlanish va bundan keyinmi yaxshi davomlashib, balkim kelar qatim shunday bir faoliyat bo'lgan vaqtda bu qatim O'zbekistondan kelmoqchi bo'lgan artistlar ma'lum sabab tufaylidan kelmadi. Agar kelgan bo'lsa, bu mutlaq holda O'rta Osiyo tavalligidagi qadim tariximizni yana bir aslagandek bir holatga keladigan bir san'at kechlik bo'lib qolg'isi edi. Hamda balkim keyincha yana o'zbeklarimizni kelib biz bilan birlikda ishtirok bo'lib, birlikda san'at qo'yib, yana xalqimizningki kutgan yerdan chiqarishiga ishonchim komil. Yesiga yo'qmi kim? Rahmet. Endişe Qozog'iston Respublikasining eng zarur yulduzi, bugungi kechning hurmatli anjisi Qayrat
Muhtar!